Ma'lumki, pillachilik va ipakchilik yurtimizda qadimdan xalqimizning sabr-toqati, matonati hamda mehnatsevarligini namoyon etib kelayotgan qadimiy va serzahmat sohalardan biridir. Kumushtola deya e'zozlanadigan pilla hosilini yetishtirish esa katta mas'uliyat, puxta parvarish va tinimsiz mehnat talab qiladi. Ayni kunlarda Guliston tumani Terakzor mahallasida joylashgan markazlashgan pilla yetishtirish maskanida mavsumning eng mas'uliyatli jarayonlaridan biri pilla qurtining yetilgan g'umbaklarini terib olish ishlari qizg'in davom etmoqda. Shu munosabat bilan tuman oila va xotin-qizlar bo'limi tashabbusi asosida bir guruh xotin-qizlar ishtirokida hashar tashkil etildi. Pilla mashaqqatli mehnatning nafis mevasi desak, hech adashmagan bo'lamiz. Oq oltindek qadrlanadigan ushbu ne'mat ipak qurti mehnati hamda insonlarning mashaqqatli zahmatidan yaraladi. Xonadonlarda allaqachon pilla terish mavsumi boshlangan. Ayollarning baralla ovozi eshitilmoqda. Pilla terish jarayonlari qanday amalga oshirilyapti? Keling, bularni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Hormaylar, xirmonga baraka. Bu pilla terish jarayonlari qanday kechyapti? Pilla terish jarayoni pillani mashaqqati bo'lgandan keyin har bir ishda mashaqqati bilan o'zini marrasiga yetgandagi ta'riflab bo'lmas darajadagi hissiyotlar bizda hozir juda mujassam. Bu maza qilish davri desak ham bo'ladi. Albatta. Buni boqish jarayonlari qanday bo'ldi? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Pilla o'zini mashaqqati bilan bo'ladi. Yomg'irli kunlari bor, o'ziga yarasha. Ochiq kunlarimiz ham bor. Issig'i sovug'iga chidab, mana shuni 1 oylikgina umrini biz mana Xudoga shukr yetkazdik. Mashaqqati albatta bor, lekin mana shunday darajaga yetganda mashaqqatini unutamiz. E'tiborlisi, ushbu ezgu tashabbusga Guliston shahridan ham bir guruh xotin-qizlar tashrif buyurib, hasharga yanada ko'tarinki kayfiyat va o'zgacha shukuh bag'ishladi. Bu esa xalqimizga xos birdamlik, ahillik va hamjihatlik fazilatlarining yana bir yorqin namunasi bo'ldi. Hashar davomida ayollarning fidokorona mehnati alohida e'tiborga sazovor bo'ldi. Erta tongdan ishga kirishgan opa-singillar bir yoqadan bosh chiqarib, pilla terish jarayonlarini uyushqoqlik va mas'uliyat bilan amalga oshirdilar. Ularning yuzlaridagi charchoq ortida halol mehnatdan mamnunlik, oilasiga daromad olib kelayotganidan faxrlanish tuyg'usi yaqqol namoyon bo'lib turdi. Shuningdek, uzoq yillardan buyon pillachilik bilan shug'ullanib kelayotgan tajribali ayollar o'z bilim va ko'nikmalarini yosh kelin-qizlarga o'rgatib, ularga amaliy tavsiyalar berib borayotgani ham alohida ahamiyat kasb etdi. Hashar jarayoni nafaqat mehnat, balki milliy qadriyatlarimiz tarannumiga ham aylandi. O'zida milliylikni mujassam etgan liboslardagi ayollar tomonidan qadimiy urf-odatlarimizning ajralmas qismi bo'lgan laparlar kuylanib, childirma sadolari ostida ko'tarinki ruh yaratildi. Keksalarning duosi, yoshlarning shijoati va ayollarning zahmatkash mehnati uyg'unlashgan ushbu hashar chinakam hamjihatlik manzarasini gavdalantirdi. Terakzor mahallasida tashkil etilgan mazkur tadbir xalqimizga xos mehnatsevarlik, birdamlik va oqibat kabi ezgu qadriyatlarning amaldagi ifodasi bo'ldi.